Farove, bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlar qanday topyapsiz? Ha, xudo xolasa. Aka barakali go'zaklar kelib qoldi. O'zini holatiga arqon tashlaying-da. Yurishtirishlarni ko'rsataylik. Akalar, mana shunaqangi buqani originali. Qancha 3 oyga berdimi? Ha, 3 oylik dedi aka bo'zak. 3 oyga berilgan bo'zakchi akalar. Xudo xolasa ertaga sizni ham uyingizda mana shunaqa buqalaringiz ichida karandasi bo'lib yuradi, bu qarang. Patkalarni, yurishlarini qarang. Deloy aka. Farove, tug'ilishi ham o'zi oddiy hashaki mol ham 10 million, 12 million tug'yapti. To'g'ri aytasiz aka. Endi 3 oylik narsani nechga beramiz? Aka, sherigi bor bitta limuzinga gibrid bo'zak. Xo'p, 35 millionga ketdi. bundan ham semiz bunisi ham. O'zi bo'lsa 18 millionga ketdi aka. Bu 18. 18 millionga ketdi. Buni 17 ga berasiz. Ikkovi bo'lsa 35 ga. Har naqa beraman. Lekin bir-biridan kam emas, basma-bas bo'ladi. O'zlari kallalarni ham qarang. O'ta ayarni boshqacha mol. Farobek, endi mana uni narxi. Bu qarang, buni narxi baland deganlarga mashinadan bir qarich molni mashinadan arzon qo'yib bera olasizmi? Qo'yib beraman. Mana aka, o'zlardan istamaymiz, o'zimizda bor. Bormi? Aha. Nech pul? 32 millionga. Oddiy qo'shib qo'ying, biz katta, jonivor. Katta deb qo'ydik, mana. Xohlasa mollardan bir o'g'in chiqib qolsa kerak. Bu qarang, qanaqa mol? Bu nech pul bular? 32 millionga xayri bor ular. Bular 16 milliondan to'g'ri keladimi shunda? Yana arzon ham. Ha, yana kami ham bor. Xo'p, mana bu Qirg'iziston shvedlarimiz, mana gibrid, semental gibrid bilan bungachi? 19 milliondan ketdi aka. 19 milliondan. Targ'ilimizchi? 18 millionga ketdi. 18 million. Ikkovi aka. Shvedlar. Qo'ng'ir shvedlar. 21 milliondan ketdi aka. Nech puldan? 21 milliondan. 21 milliondan. Mana eng kattalarichi? Bu ikkovi 20 milliondan ketdi aka. Bittasi rossiyskiy gibrid bor, bittasi qirg'iz bo'ldi aka. Bugun kattalari bugun arzon bo'lyapti. Ha, tugatishga sotamiz. Akalar, to'liq videosi YouTube kanalimizda, Muhiddin deb nomlangan YouTube kanalimizga o'tib ko'rsangiz, batafsil ma'lumotlari tiniq berilgan. Narx bunaqasi akalar qaytib bo'lmaydi. Ishoning, Xudo xolasa kelib ko'rib savdosini qilib olasiz.